Savaqdaşlar, diqqat qilaylik. Hozir darsimizni davomlashtiramiz. O'tkazgichlik tok ey bo'lsa, o'tkazgichning ikki uchidagi elektr besimi U'ga o'ngta nasib bo'ladi. O'tkazgichning qarshiligi erg'i bo'lsa, ta'tirta nasib bo'ladi. Mana bu Ohm qonuni deb ataladi. Savaqdaşlar, bugungi darsimiz mushakchi bo'lsin. Davomini keyingi soat so'zlaymiz. Darsni tushinglar. Xo'sh, muallim. Keyingi soat nimalarni deyiladi? Hay, Osiyo, chiqirib Ha, ma'qul. Voy, shuni qilsa qiladish. Bizga bora bo'lsa. Ma'qul, shunda qilay bo'lsa. Bo'ladi shay. Bugungi dars ajab ko'ngilli bo'ldi ya. Ha, shuni demamsan. Shunda toz tushunishlik bo'ldi. Darsni mana shunda qo'y so'g'idak. Ma'qulamsa, tushlikka ko'rishaylik. Xo'sh. Xo'sh. Hey, havo chaqib ketib qoldi. Yaxshi emasmi? Siratlar yaxshi yusidi? Nari yaxshi, adam issiqda o'laydi bo'lsa. Rayhon. Yaqindan buyon bekli so'lg'in ko'rinasan. Bir ish bo'ldimi? Yaqay. Hech bo'lmadi. Amsro'y kayfiyating toza yaxshi emas-ku. Darslar bo'lib ketib, biroz charchab qolgan o'xshayman. Oliy maktab imtihonimi yiqilishib qoldi. Darslarga qarayman deb kuchab, o'zingni oldirib qo'yma yana. Aras, o'tganda Zifra achamni og'rib qoldi devding. Hozir qandayroq? Yana shu ko'ni kesili turib qo'zg'ab qoladi. Biroq hozir xeyli yaxshi qoldi. Mana 11 yillik o'qish hayotini tugatib, istiqbolimizni belgilaydigan vaqtlar yetib kelay dedi. Shunga vaqtni ching tutib, imtihonga yaxshiroq tayyorlik qilaylik. Ortiq ishlarni o'ylamagin. Bo'lamdi. Uygim kelib qopdiq. Amiz tushdan keyin maktabda ko'rishaylik. Bo'ladi, xo'sh amsa. Apa? Qaytib keldim. Ha, keldingmi balam? Sen kirib birdam demingni elib ol, chayni hazırlı tayyorlay. Ablis balam. Ha? Çay tayyor oldu, bu yoq chiqib chayingni ichib ol. Mana hozir chiqaman apa. Dadam ko'rinmaydi-ku apa. Bir ketdimi? Tövenki mahalladagi Qosimkan o'g'lini yotqizib tikan, shu yerga ketgan. Texnik kelmaydi-ku tang. Tushdan keyin yana maktabga boramizlar balam. Tushdan keyin maktabda faoliyat bor deydi. Shu faoliyatga qatnashar ekanmiz.
Aramamay chiqyapsiz-ku, apa. Qachilarni o'zim yuyutatdim emasmi, qizi? Aka, menga be. Bo'ldilar, apa. Yelimi uyda men yo'q chaqda uyning hamma ishlarini o'zingiz yolg'iz qilib kelyapsiz. Siz kirib birdan aram elaylang. Qachilarni yenilmay yuyitay, bo'lamdi? Bo'lmaydi, qizim. Siz maktabda o'qiyotgan tursingiz, charchab qolasiz. Tushdan keyin yana maktabga borsiz emasmi? Uning ustiga oliy maktab imtihoningizmi yaqinlashib qoldi. Darsingizga yaxshiroq qaramasangiz bo'lmaydi, texi. Bo'ldilar, apa. Endi oliy maktab degan so'zni hargiz tilga olmang. Meni kechiring, qizim. Dadingiz yo'q, sizni ko'p jafog'i sepib qo'ydim. Sizga yaxshi qarayolmadim. Men sizning oldingizda haqiqatan xijil. Yo'q, apa. Hargiz unda o'ylamang. Siz meni o'qitaman deb ko'p jafolarni tatdingiz. Endi men sizga hech chiqib beramay. Aksicha eg'rimni sep keldim. Siz bundaq desingiz. Men bekla beram bo'lib ketmayman, apa. Rahmat, qizim, rahmat. Apa. Apa, men maktabga mangdim. Mağdın balam. Ha. Savaqdaşlar, diqqat qilinglar. Hozir biz Lushin apandining AQ degan darsi ustida to'xtalamiz. AQ Shinxay inqilobi davridagi qaloq, o'yg'onmagan dehqonning tipi bo'lib, uning vujudidagi ruhiy g'olibiyatchilik muayyan tarixiy mazgilidagi jahongir va feodalizmning siyosiy zulmi, iqtisodiy jihatdagi eksploatatsiyasi va ma'naviy jihatdagi qul qilishning mahsulidir. Rayhan, bugun sizga nima bo'ldi? Dars boshlangandan tatibla darsga faqat quloq solmadingiz. Xiyol suribla o'ltirsiz. Mijozingiz yo'qmi-ya? Unda qilmang, Rayhan. Oliy maktab imtihonimi yiqilishib qoldi. Shuni butun zehninglarni darsga qaratishinglar kerak. Bo'ldi. Kelar qitim diqqat qiling. O'ltiring. Lushin AQ'ning ro'yi g'olibiyatchilikni tasvirlash orqali hukmron sinfning ma'naviy jihatdagi zaharlash, milliy kayfiyatni bulg'ash, milliy ojizlikni keltirib chiqarishdek jinoyatlarini cho'nqur ichib bergan. Rayhan, Oy, sen miyding? ajab yolg'iz o'tirib ketibsan-ku. Ha, birdam havo yeymikin deb o'ltirgan. Sana zodi nima bo'ldi, Rayhan? Sen burunqi faqatla o'xshamay qelyapsan. Sen burun bundoq emas eding-ku. Yaqindan buyon xo'shal yurgan vaqtlaringni faqatla eslayolmayapman. Boya dars vaqtida darsga faqatla diqqat qilmading. Sen mendan bir ishni yoshiryapsan, Rayhan. Yo'q, Ablis. Menga hech ish bo'lmadi. Balki imtihon yiqilishib qolg'ashqa biroz charchab qolgan bo'lishim mumkin. Yo'q. Sen cho'qim mendan bir ishni yoshiryapsan. Undaq emas. Men sening rasl ishimni yoshirmadim, Ablis. Sen meni aldayapsan, Rayhan. Sen meni rasl aldayapsan. Bu gapingga men hargiz ishonmayman. Sening bu holatingni ko'rib, bek beoram bo'lib ketyapman, Rayhan. Sening mendan bir ishni yoshirayotganing bilinib turibdi. Agar biror qiyinchilik yo'liqqan bo'lsang,
Bana tatılmay devekin. Ben sana yardım kılıman. Sana çokum yardım kılıman Reyhan. Sana zaten imiş oldu kını digine. Mana hech ishonmadi. Bo'ldi, so'zlamay meni birdan oromimni qo'ysangchi. Reyhan! Hey. Rayhan bilan birnim deyishib qolmagansan ablis. Yaqay, qandaq deysa? Qarsam yaqindan buyon Rayhan bilakshil turdi. Shuni qarab birnim deyishib qoldimikin degan edim. Nen bo'g'inni men bilmadim adash. Qachonli qarsam ham kun sho'raydi. Nechi qitim sababini so'ragan bo'lsam-mu, faqat degil unmayotidi. Ay, bunda qiz qandoq bo'ladi? Uning ustiga oliy maktab imtihonimi yiqilishib qolgan tursa, u yana mushundaq ketaveradigan bo'lsa, imtihonigim ta'sir etadigan gap. Shu emasmi? Ish qilib reys chiqib qolmasa bo'ladi-ku. Qiz. Qandayroq turyapsiz, opa? Hozir xeyli yaxshi qiz. Meni deb darslaringizda qoldigan o'g'lingiz qiz. Unda deyman, opa. Hammadan sizning salomatligingiz muhim. Mendan g'amingizsiz bo'ladi. Darslarimni vaqti-vaqtida o'rganib kelyapman. Siz davomli shundoq deysiz qiz. Biroq jabbo chekayotganligingizni bilib turibman. Taqdir peshonamizga mushkullar tutilgan o'xshaydi. Ko'nglingizni yerim qilmang, opa. Bu kunlarni o'tib ketadi. Boshqa ishlarni o'ylamay. Yaxshiroq aram iling. Rahmat qiz. Ko'ngila bir japoning bir rohidi bor deydikan. Opa. Opa, ne bo'ldingiz? Opa. Reyhanga zodi nim bo'lgandi. U burun bunaqa emasdi. Biroq yaqindan buyon o'zgarib, boshqacha odam bo'lib qoldi. Ha, desila, o'zini mendan qochirib yuradi. Xuddi mendan bir ishni yushirayotgandek. Hey, qanday qilsam bo'lar? Ya, endi bundoq ketavers bo'lmagan. Biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Gerçi o çıkaşkar demeginimiz bilen her işimizin ko'nglimizga oyan. O yana menden nemin yushurdi. Bu ishning tigi yetmagich ko'nglim hergiz aram topmagidek. To'g'ri, shunday qilay. Hey. Reyhan. Meni yana endi aldayman deme. Bugun menga haqiqiy ahvolni aytmoqcha. Seni hergiz ketkil qo'ymayman. Zodi nemish bo'ldi Reyhan? Menga degina zodi nemish bo'ldi? Bu sening nima deganing ablis? Men zodi tushunmayla qoldim-ku. Reyhan. Bo'ldi qil. To'la hech bo'lmagan qiyofatga kirib olmagan. Endi sening bundoq yurishingga men hergiz chidab turmayman Reyhan. Seni bu holga tushirib qo'ygan zodi nima ishdi u?
Sen nemişki meni azaplaydigan bu ruhiy holatingni oxirlashtirmaysan. Zodi nemişqa? Mang ishengin ablis. Mang rastlı hiç bo'lmadi. Yo'q. Burun sana ishinib kelgandim. Lekin bu qatim hergiz undaq qilmayman, Rayhon. Seni bunchalar tushkunlashtirib atgan Zodi nemish? Texi har kuni dars vaqtida xiyoldan bosh ko'tiramaysan. Bu ahvoling saboqdoshlarning hammasiga ayon. Amisi buni qanday tushundirsan? Bo'ldi, so'zlama. So'zlama ablis. Yo'q, men so'zlayman. Rayhon. Seni qanchalik yaxshi ko'radiganligimni bilamsa, sen bundaq yurayversan, men bek azoblanib ketadi ekanman. Hozir kallam qop-quruq. Ders deganlar kallamga faqatlab tushmaydi. Menga rostini aytsangchi, zodi nima ish bo'ldi? Bo'pti. Menday, hammani aytay. Lekin bularni sana qanday deb berishni o'zimni bilmayapman. Dadam tugab ketgandan keyin uyning barliq egri-yenik ishlari opamning zimmasiga yuklandi. Shundaqdimi opam bechora chapatasimi meni o'qitib mushkunga akeldi. Biroq yaqindan buyon opamning salomatligi toza yaxshi emas. Bundaq chaqda maktabga boray desam texi. Opamga qaramasam texi. Bundaq ahvolda men qandaqmi maktabga bora olayman? İmtihon berib o'tdi degandimi? Oliy maktabda o'qish uchun nurg'un pul ketadi. Oilamning hozirgi ahvoli bilan oliy maktabda o'qishdan qandaqmi eg'iz qilib bo'lsin. Sen hergiz bundaq o'ylama, Rayhon. İkimiz oliy maktabda chuqur birga o'qiymiz. Bu mumkin emas. Rostli mumkin emas. Men endi tushundim. Sen asli mush ish sababidan mendan o'zingni qochirib yuribdi ekansan-da. Lekin bu ishning muhabbatimiz bilan nima munosabati, Rayhon? Sen meni xato tushunib qopsan. Mening sana bo'lgan muhabbatimni xato tushunib qopsan, Rayhon. Sening mush ish sababli mendan ayrilib ketishingni hergiz xohlamayman. Hergiz xohlamayman. Sana bo'lgan muhabbatim menga o'zgarmaydi. Bo'ldi, ko'nglimni yerim qilma. Yur, qaytay. Balam, oliy maktab imtihonig'im az qoldi. Tayyorlig'ing qandaroq zodi? Xotirjam bo'la, apa. Sizlar meni o'qitaman deb nurg'ulg'an jafolarni totdinglar. Sizlarning umidinglarni hergiz yada qo'ymayman. Obdanaroq tirishqin balam. Agar yaxshi o'qisang, u chaqda bizmi xotirjam bo'lamiz emasmi? Yaxshi o'qisang, foydasini o'zing ko'rsan emasmi? Agar undaq bo'lmaydi ekan, dodonga o'xshash katman chepib etizda ishlaydigan gap shu. Etizning nenini topmoqmi undaq o'ng'ay ish emas. Yaxshiroq o'qib, hukumatning 4 tanga pulini oladigan ishni qilgin, jumi balam. Uxtim, apa. Chuqum shunday qilaman. Sen buningda xotirjam bo'la.
Savoqdoshlar, imtihon maydonining tuzumini eman deb o'ltirmasanmi? Sizlar obdan bilasizlar. Shu imtihon vaqtida bir-biringlar bilan paranglashadigan, ko'chiradigan ishlar sodir bo'lmasin. Agar kimiki imtihon tuzumiga xiloflik qiladi ekan va ko'chirishga o'rinli ekan, imtihon qog'ozi bekor qilinadi. Mana, bugun uzundan beri o'ylab yurgan. Ammo yuz berishidan ansirgan qo'rqinchli ishdan birisi oxiri yuz berdi. Asli ishlar bundoq bo'lmasligi kerak edi. Endi Rayhon qanday bo'lib ketdi? Uning peshonasiga jafo mushaqqatli bitilgan bo'g'ildi. Xuddi jafo tortish qil tug'ilgandek. Dadisi o'g'an bo'lsa-mu, ishlar bunchalik bo'lib ketmagan bo'ladi. Balkim bu bir taqdirdir. Kimni taqdirning o'rinlashtirishidan qochib qutula olgan. Ey, bechora Rayhon. Rayhon. Bugun qanaqroq tursan? Bugun xil yaxshi qoldim. Yeliq kuni meni beklab qo'rqitib o'tdingmi? Doktorga ko'rindingmi? Doktorlar zodi nima deydi? Ansirgidek ish yo'q. Biroz charchab qoptiman. Doktor ko'proq aram etmasangiz yaxshi qilasiz deydi. Necha vaqtdan beri imtihon debda aldirashli yuribdi Rayhon. Mana o kunlarmi oxiri o'tib ketdi. Haras. Bo'lmas ati yakshan bo'lgan ekan, shaharga kirib oynib chiqaylik, ma'qulmi? Shu banada ko'ngling ichilib qolsa ajab emas. Bo'ldilar, Ablis. Ko'nglim hech narsa tatmaydi. To'g'ri tushing. Ko'nglingni tushunaman, Rayhon. Shu turqida nima o'ylab o'tganligingni bilaman. Lekin sening buninglik bilan o'zingni tashlab etishingni hargiz xohlamayman. Biz texi Amdula 18-19 yoshning qarisini oldik. Bizning oldimizda fursat degan texi ko'p-ku. Bo'ldi, Ablis. Ko'nglimni to'lyapsizmi? Rost deyapman. Ko'nglim to'yibli turdi. Bir kunlarda senmi cho'qim. Bir ishni vujudga chiqara olasan, Rayhon. Shundaq kunlarmi kelarmi, Ablis? Nima? Ishonching yo'qmi? Agar tirishadigan bo'lsak, qig'ilmaydigan ish yo'q. Amsi aytib ishni shundaq bekitdik-a?
Nima ish qilyapsiz, apa? Ko'midingmi balam? Ko'p tikyaptimi? Dadam-chu. Dadam ko'rinmaydi-ku. Dadang öydimikin tang? Nim bo'lding balam? Bugun hajab bir xo'shal ko'rinasan-ku. Albatta xo'shal bo'laman-da, apa. Qani, buni ko'rib baqa. Oy, bu nima? Maya xat to'nimisam, bir yerdan xat kelibdimi? Apa, sizlar kech-kunduz meni oliy maktabda o'qishimni orzu qilatdinglar-ku. Mana bu menga avatilgan chaqiriq qog'ozi. Men imtihonda o'tibdimi? Oy, rasma, dadisi. Hay, dadisi bu yoqqa chiqma. Voy, nim bo'lganda bu xotinga? Ya'ni nim bo'ldi sizlarga? Shuncha xo'sh bo'lib ketkidak, ha? Oy, qarslar, o'g'limiz imtihondan o'tibdi emasmi? Rasma? Rasmmaychi, meni chaqiriq qog'ozi. Aka, sizlar men ko'rib baqay. Voy. Raskan emasmi? O'g'lim imtihondan o'tibdi emasmi? Kela o'g'lim. Seni bir quchoqlab qo'yay. Kela. Yaraysan o'g'lim. Mana endi mening o'g'limga o'xshading. Yaraysan. Qani, meyudni ağaç o'tiradish. Avarumsan bo'ladi, qadash. Shunda qilib oliy maktabga o'tdik-da. Aldırma, sana kelib qala. Mening o'qishimni o'zing obdan bilsa, shunga o'quvchilardan ancha umidmi kutib o'ltirmadim. Endi bir ishning peshini tutib, ovqat qilaymikin deyman. Yaxshi o'ylabsan, adash. Bu bir chiqish yo'li-ku. Aras to'lqin. Sana deydigan bir gap batdi. Nima gap? Qani aytqin. Rayhan ishkimizning ishi sanama ayon. O sinfimizdagi oldingi qatordagi o'quvchilarning birisi. Uning oliy maktabda o'qib, yaramliq bir doktor bo'lish orzusi batdi. Lekin oilasidagi ba'zi bir ishlar sababidan uning bu orzusi yo'qqa chiqdi. Hozir uning ko'ngli bakli yerim. Shunga men ketgandan keyin uning mening o'rnimda ancha-muncha ko'z quloq bo'lib qo'yasan, adash. Kichikkin ishkanga bu. Xotirjam bo'l. Sening bo'nchlik ishingga asqatmasam, bizni qandaqmi do'stligili bo'lsin, ha? Seni avar qildigan bo'ldim. Sana rahmat. Hech qisi yo'q. Qani meyudni ola. Shunday qilib, kechda menga aytayotamsan. Shunday. Kechda menga men Rayhan. O'zingni ko'proq asra.
Şu mekteptimi yaxshi o'qib, kelgusida yaramı Sağ ol, qadam. ko'p rahmat. Atti bo'lsimi, bu san qilgan yo'llig'im qabul qil. Bu sening nima qilganing Rayhon? Bu mening ko'nglim. Rahmat sana. Buni men mangu qadrlab saqlayman. küldü gök asman. Gel bağrımga ey güzel canan. Sevgi gülü yaşaydı ebed, yürekteki cennette aman. Güldü dünya, güldü gök asman. Gel bağrımga ey güzel canan. Sevgi gülü yaşaydı ebed, yürekteki cennette aman.
yaşaydı ebed Yürekteki cennette aman Sögüyüm tuzum Buldum ama yar vesnim arman Duman baskan yollarda yürüdüm Karvan bulup sergendan sersan Duman baskan yollarda yürüdüm Karvan bulup sergendan sersan Sayra kalkık sayra bozdurbay Sayra seher şıkıda buldum Sayra kalkık sayra bozdurbay Sayra seher şıkıda Bağrımda söyümlü canım Mena söygüm deste deste gül Kel bağrımda söyümlü canım Mena söygüm deste deste gül Mena söygüm deste deste gül Mina söygüm deste deste gül
kunlar bo'lib qoldi. Biroq ta hozirgacha biror parcha xatni kelmadi. Yoki bo'lmasa, mendan ko'ngli qolganmi? Yo'q. Oblis hargiz undaq qilmaydi. U undaq bolalarni emas. Balki o'qish bilan aldirash bo'lib ketib, xat yozishga vaqt chiqaramagandir. Bo'ldilar. Qalaymiqan o'yladi bo'lmay. Xatni kelib qolar. Hey, qizi. Bir ish bormidi hozir? Sizga xat kelibdi. Rahmat sizga. Ma'qulamsa, xo'sh qizi. Bo'ladi. Salom Rayhan. Qanday ahvol? Yaxshi turibsiz? Men maktabga sog' salomat kelib o'rgatishyapti. O'zimni nihoyat yaxshi turibman. Rayhan. Balki meni shuncha vaqtdan beri nemishga xat yozmaganmi deb o'ylab qolgan bo'lishim. Chunki darslarni yangi boshlag'achqa, balki aldirashib ketib, xat yozdirganga faqat vaqt chiqaram. Mana bugun yolg'iz qilib Xeyirlik ilkidi seni əslab, sen bilen ötken küllerini oylap, sana ortak tileklerini tilep xat yazıp oturttum. Çünkü ana yurtumni, ata-anamni ve seni pek mi sevdim. Hatta hazırının özüdülü qışığı uçup bağım var. Bırak amansızlar. O kış ikimizni bir-birimizden vaqtlık ayrı etken bolsumu, bırak kalbim yanılı sen bilen birge. Seni her günü əslab durun. Yalğız qalğan çağımda seni oylap özemge təsəlli, mədət verin. Tezraq oqış bitirib, sen bilen tezraq cəm buluşunu oyla. Bırak aman qanca. Hayır, bu günlərini ötüp gitti. Lekin şununla işinimen ki, sizden bəxtlik minutlarımız aman reallik oylamışsınız. Boldu, xətimi ahırlaşdırayım. Xətni tapşırıp alğandan keyin dərhal cavab xət yazın. Cavabını kütüm. Sana bəxt diləm, al üstə.
yaxshi. Dep. Ha. Bu yoqqa tepa, bu yoqqa. Hey, paspa. Bu yoqqa tep menga tepa. Abla. Hey. Hey, Abdes. Xat kelibdi. Rahmat, ha. Ha. Bu yoqqa tepa, bu yoqqa. Hey, paspa. Bu yoqqa tep menga tepa. Hürmetlik ablis. Qandaq ahvalın? Yaxşı turvatamsan? Yazğan xetingni topshirib elib, nayt xush oldum. Shundaqla darhol bu xatni yozayapman. Maktabga sog'-salomat berib o'rilishyapsan. Maktabga xil ko'nib qoldingmi? O'qishing o'ngishli ketib qolgandi. Mening ahvolim nayt yaxshi. Ablis, sana bir ishni aytmoqchi edim. Lekin nerdan boshlashni bilmayapman. İlgari men sana o'xshash oliy bilim yurtida o'qishni bekmi arzu qilatdim. Lekin oilamning iqtisodiy sababidan bu orzuim yo'q chiqdi. Shu chaqlarda taqdirimdan o'kingan edim. Lekin endi o'ylasam, o'kinish bilan hamma ish hal bo'lmaydi ekan. Inson bu dunyoda yashagankan, cho'qim qaysarlik, umid bilan yashash kerak ekan. Men bu haqiqatni mana bugun oxir tushunib yetdim. Gerçi oliy maktabda o'qiyamagan bo'lsam-mu, yana boshqa yo'llar bilan chiqish yo'li topqili bo'ladiganligini tunib yetdim. Shunga men hozir sayponlik hunarini o'rgandim. Gerçi bu yo'llar bilan ko'p pul topqili bo'lmasa-mu, kunlarimiz ilgarigidan xeyli yaxshi. Yana biriga opamning yukini biroz bo'lsa-mu yengillatolagidekman. Mening bu kasbni tanlaganimni sen yoqtiramsan, yoqtirmamsan, bunisi menga qarang'i. Lekin shunga ishonamanki, mening bu qig'inimni to'g'ri tushundi deb o'ylayman. Bo'ldi. Xatni mushada oxirlashtiray. Qolgan gapni keyingi xat yozaman. Xayr, omon bo'lgin. Rayhondan. Yaraysan oğlum. Ali mektepnimi yaxshi natija bilan tamomlabsan. Barakallah. Sendek oğlum bo'lganligidan bakmi faxrlanman oğlum. Rahmat sana dada. Meni o'qitaman deb ko'p jafo tortdinglar. Ala balam, tamaq yegesh paranglashayli. Uyning tamog'ini toza siyg'ingan sana. O'xshamabdimi ya? Yaqay, bek o'xshabdi. Ala emas, ko'proq yegin balam. Ala. Yaxshimsan Rayhon. Yaxshimisan ablis? Nima, tonimayaptamsan? Yo'qay. Biroq faqatla ishongim kelmayapti. Hay. Yura, o'tirib kelib paranglashaylik.
qachon qaytib kelgan eding? Tunigan qaytib kelgandim. Kelishdan burun ajab xabar beratmabsan-ku. Tuyuqsizda kelib, seni bir hayron qoldirib o'tay dedim. Nima? Bu qig'inim bo'lmabdimi? Aski. Haras. Qani, buni ol. Bu nima? Avval ichib ko'rib baxmamsa. Nima degan chiroyli. Yardım. Gülnisaxon. Hoy, Gülnisaxon. Voy ha. Xo'sh xabar. Buncha qo'shib ketgidek, zodi nima ish edi u? Men qara xotin. O'g'limiz xizmatga taqsim qilinibdi emasmi? Voy, rasma? Voy, ras bo'lmaychi. Qayerda ishligidek? Yeziliq maktabga bilinibdi. Buni obliz anglasa, qancha qo'shib ketar, dadisi? Obliz! Obliz bolam! Seni tabriklayman, Obliz. Xizmatga taqsim qilinibsan. Muborak bo'lsin. Rahmat sana. 5 yillik o'qish hayotini tugatib, mana xizmatga taqsim qilinibsan. Vaqt nima degan tez o'tgan. Shunsan bu fursatni cho'qim qadrlashing kerak. Shundaq. Chunki bizning bu kunga erishishimiz masonga to'xtamadi. Biz buning uchun ko'p tirishdik, nurg'un badallarni to'ladik. Mana bugun shuning natijasini oxiri ko'rdik. Men bu osonga kelmaydigan fursatni menga qadrlayman, Rayhon. Rayhon, sizga deydigan bir gapim bor edi, qizim. Nima ketdi, appa? Quliqim sizda. Qindan. Anglasam, ko'chada Zuhraxonning qizi bilan Gulnisaxonning o'g'li ish-besh tortishib yuriydi degidek. Bu rasmi qizim? Men bu ishingizga qarshi emas. Lekin ular kim? Biz kim? Biz ular bilan teng bo'lolmaymiz. Shunga u bola bilan bo'lgan ishingizni vaqtida tugating. Biroq appa,
Ablis, yaxshi yigit. Siz undaq degan bilan ota-onasi qo'shilsa hisob. Ashu Gulnisaxon bizni yaratami? Ish qilib, o'ylashib bir ish qiling. Kitob ko'ryotamsan bolam. Kela apa, o'tir. Men qara bolam, senden bir ishni so'ramoqchi edim. Nemishdi apa? Qani so'ravagin. Anlasam seni Avu Zühraxonning qizi bilan orilishib etibdi deydi. Bu gap rasm bolam. Rasmimish gap. Bu gaplarni sen nerede anladın? Nereden anlayıttın balam? Ko'chaga chiqsam saplı shu gap. Ko'chadagi shu gaplarga ishondingmi apa? Voy balam. Shamol chiqmasa daraxtlanishmaydi degan gap bor emasmi? Bekor chiqmaganda bu gapmi? Bo'ldilar, yo'q gapni qilmag'ina apa. Haq degan nemin demaydi. O'z o'g'lingga ishonmamsa? Ana bo'lgan odamchi balam, mushunda ham yeydigan gapkan. Undaq ish rastali yo'qdi, ha? Xotirjam bo'la apa. Menga ishonmaydigan o'xshamamsa? Sana deydigan bir gap bor edi, ablis. Nim gapdi u? Dava. Qaraganda uydagilar ishkimizning ishini o'qib qolgan o'xshaydi. Qandoq deysa? Axsham opam ishkimizning ishini so'ragan edi. Nima deyishimni bilmay qoldim. Tova, men ishning to'g'ri gap qolganini qaramamdigan. Tunugin bizning uydagilarmi mush to'g'riliq so'ragandi. Nima? Sizlarning uydagilarmi o'qib qopdimi? Ha. Lekin xotirjam bo'l. Bizning uydagilar cho'qim to'g'ri tushunadi. Agar bu ishlar bizning o'ylaganimizdek bo'lmay qolsa, qandaqmi qilamiz? Bo'ldilar. Vaqti kelganda ko'ramiz. Xotirjam bo'l. Bo'ldi qila apa. Hay to'xtag'ina. Gap qila. Boyaqa qiz kim o? Ha? Heyli qiz Zühraxonning qizi shumi? Tek qaysi kuni u qiz bilan hech qanday munosabatim yo'q, davatmandim. Bugun shuncha xalqning oldida hajab bir may yuzimni to'kding, ha? U qiz bilan zodi orishatamsan yo'q. Shunda qapa. Ha? Sen bundan keyin u qizni ikkinchi izdigichi bo'lma. Uqtoma gapni. Bu sening nemdikining apa. Men faqat tushunmay qilyapman-ku. Nima? Tushunmayapsan texe? Sen u qiz bilan aralashsang qatti bo'lmaydi, uqtoma. U qiz bilan aralashsang qatti bo'lmaydi. Nima ish qilib bo'lmaydi apa? Reyhan nihoyatda yaxshi qiz-ku. Biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Men hargiz unda qilolmayman apa. Nima? Bugungi kunlik kelganda o'sha bir nimaning gapi bilan opangning gapini anglashib ketdingmi? Mening qilganlarimning hammasi sen uchun-ku. Yaxshimsan Rayhon? Yaxshimsan. Sana zodi nim bo'ldi Rayhon? Necha kun bo'ldi ko'rinmaysan-ku. Sana zodi yana nim bo'ldi? Har kunidagidek seni ko'ni joyda saqlayapman. Nima ishga chiqmaysan? Zodi nima ishga chiqmaysan? Bo'ldi, ablis. Endi buningdan keyin meni izdima. Meni unutib ketgin. Bizning ishimiz vujudga chiqmagadek. Bo'ldi, meni izdimagin. Xo'sh.
To'xta Rayhon. Bu sening zodi nima deganing? Turibni o'zgarib qolsan-ku. Yoki o'miz oldingda bir ishni xato qilib qo'ydingmi? Odamni to'la titqima qani essoqchi zodi nima ish bo'ldi? Meni kechirgin oblis. Men aslida kichigin do'ltada mehriga erishaman. Opam bichora. Men bir chapar beqib meni cho'q qildi. Endi yana opamga ko'ngil og'riqib berishni xohlamayman oblis. Tushundim. Hammani tushundim. Lekin xotirjam bo'l Rayhon. Men uydagilarga hammani tushundiraman. Ularni qoyil qilaman. Ular cho'qib ishimizdan ish qo'shiladi. Yo'q. Uydagilar menga qo'shilmagandek. Bo'ldi, avval bo'lma. Sana baxt tilayman. Rayhon, Rayhon. Apa, Nima bo'ldi? sen Rayhonlarni uy ko'rib zodi nima deding? Nima debdiman? Sen nima Rayhon bilan ishimizning ishiga qarshi tursan? Nima ularning diniga atar bersan? Sen degan, ma oliy maktabni o'qigan odamjimi? U sening xiling emas. Mush vaqt shu ishni bilmadingmi? Nima? Oliy maktabda o'qiganligim uchun ishlar mushunda bo'lish kerakmi, apa? Sen bunda o'ylasang, herkes bo'lmaydi. Bo'ldi, quruq gapingni qo'y. Endi u qizni ikkinchi izdigichi bo'lma. U qizdan uzil-kesil qo'l uz. Yo'q. Men herkes unda qilmayman, apa. Agar unda qilmaydigan bo'lsang, ota-onam uyim bor degichi bo'lma. Bu uydan chiqib ket. Nima? Uydan chiq. Ma'qul. Ma'qul. Men chiqay. Men hozir chiqay. Hay, to'xta. To'xta deyman. Ochig'ini qara buni. Xo'ja. Hey, bo'ldi adash. Helim o ko'p ichibdi. Meni nima ko'rayotsa, puli yo'q ko'rayotsamsan ya, ha? Aladig'ining pulmiti ala, araqchimiz, ishimiz qangicha. Bo'ldi qil. Hey, bo'ldi qila. Tat qulonni. Helim o bak mas'ud ketdi. Tata. Mushu birni issamni ishmayman, ha? Xo'ja. Xo'sh, kattaman, xo'sh, xo'sh adash, xo'sh. Son, xo'sh, adash, xo'sh. Ağinlar, qaranglar, kelayotgan oblis emasmi? Ha? Qaranglar. Rast sho'ka. Muxtar, hey. O'z vaqtida oblis sendan Rayhonni tot o'lib, ajabmi o'sal qilganda, bugun uni yarasa bir yasab qo'ymaylimi? Ha? Rast. Burayli, qaranglar. Qabinglar. Burayli. Balanza. Gaping o'g'irmaydi. Oy. Oy.
Azraq bir nima yavag'im balam. Hadi. Voy, to'lqinjon balammisan. Az bo'lsin bu ne? Kelaversang bo'lmasmidi? Ablis, qanday ahvoling? Ablis, men sening og'inang Dolqin. Men tunmayaptimsan adash, ha? Qanday qilsa xola. Bu balaning mushundoq yopqini yopqin. Hech kimni tonimayotdi. Gap qisiga javob bermagan. Bo'ldi, ko'ngillarni buzmaslar Gulsada. Ablizmi yaxshib ketjoqim, yaxshib ketdi. Buguning kela balam. Biz kuchimizning yetishicha barliq tirishchiliklarni ko'rsatdik. Biroq balning miyasi qattiq tayoq zarbisiga uchirg'ashqa faqatli imkon bo'lmadi. Shunga sizlar balani doktorxonadan ep chiqib, oilada yaxshiroq kutinglar. Doktor, o'g'limiz emdi. Menga mushundoq bo'lib qolarmi? Unda ham bo'lmas. Faqat birla amal bor. Biroq umid ancha cho'ng emas. Qani eysizlar doktor. Qanday amal bor? Balani doktorxonadan ep chiqqandan keyin balaning burunqi aslimlarini aslitish orqali eng muhimi vaqa yuz berishning oldi keyindagi ishlarni aslitish orqali balaning xotirasini asliga keltirish kerak. Bu bir ehtimollik. Burunmi mushundaq ishlarni qo'llanib oz to'la unim ko'rgan. Biroq baya deb o'tdim. Unimi ancha zo'r emas. Lekin urinib baxmayim bo'lmaydi. Rahmat doktor. Emas men chiqay. Aras, yana bir gap. Balani ortiqcha charchitib etishga bo'lmaydi. Ma'qul. Rahmat sizlarga. Emas men chiqay. Xo'sh emsiz. Bo'ldi, ko'ngillarni buzmaslar Gulsada. Oblizmi yaxshi bo'lib qola. Asli unda qilmasam bo'pti-ki. O'g'limning bugungi kun qilishiga butunlay men sababchi bo'ldim. Onunğa men ziyonkashlik qilib qo'ydim. Bundaq deb o'zlarini ayblayapsizlar Gulsada. Sizlarmi oblizga yaxshi bo'lsin degan. Lekin ishning bundaq bularni kimmi o'ylagan deylar? Hozir eng muhimi oblizning xotirasini tezroq asliga keltirish kerak. Biroq endi qanday qilaman? Bu ishga faqat bir odam yordam qila oladi. U kim u? Rayhon. Yo'q, bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Ish bu darajaga yetganda siz yana chin turolmang ada. Oblizning tezroq asliga kelishini xohlamamsiz? Xohlayman. Albatta xohlayman-da. Biroq endi ikkilanmang Gulsada. Ish
shundoq bo'lsin. Amsa men qaytay. Aticha, yana kelaman. Xo'sh amsa, xayr xo'sh. Men qarang Rayhon. Siz besh shaxsiyatli qo'latamsiz qandoq? Ablizning bu alg'i tushib qilishi butunlay sizni deb bo'lgan. Endi ish bu darajaga yetganda siz yana qarab turamsiz? Buni vicdoningiz yo'l qo'yamdi. To'g'ri. Ablizning opsi sizga qattiq tegdi. Dilingizga azor berdi. Siz Gülnisa odamning qig'in deb ablizga yordam bermisiniz? Bu odillik bo'lamdi. Qan javob bering. Siz bilmaysiz Dolqin. Mening topgan det ilmim ozmi? Ko'zimdan bir kunmi yosh ko'rmadi. Endi siz bundaq degan bilan mening g'ururim borda. Siz bundaq desangiz, ablizga viskilanamsiz. Meni siz hergiz undaq qilmaysiz. Bundaq qilishqa vicdaningizmi yo'l qo'ymaydi. Bo'ldi. Qog'inni o'zingiz biling. Men javobingizni kutaman. Bugün acayip köngülüp oynadık ha? Haras, unutup qağıl tasqap demek. Bugün Rabia işkimizden yürüvatqınıga naq 2 yıl oldu. Şuna Rabia'ga atap bir soğuğa ağantım. Bana. Bu nima? Aval içip gördük. Müzik qutisi? Bah, nima degan chiroyli. Rahmat sizga Dolqin. Qani, buni al. Bu nima? Avval ichib ko'rib baxmamsa. Nima degan chiroyli. Yardım. Müzik qutisi. Abla. Abla, müzik qutisi. Abla, sana nima bo'ldi? Müzik qutisi. Abla, nima bo'ldi? Abla. Abla, nima bo'ldi adash? Abla. Bilmayman. Lekin atrofimda bo'layotgan ishlarning hammasi burun bo'lgandek his qilyapman. Turib-turibla kallam qalayim qolishib ketib bordi. Tush ko'rayotgandek his qilyapman.
Bo'ldi, ortiqcha o'ylama adash. Salomatligimni asra. Yok! 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 Ablis, yok! Ablis? Yok! Ablis, ne oldu? Yok! Ablis, ne oldu? Yok! Ablis! Ablis! Ne oldu adaş? Yok! Ablis, yok! 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 Hey! Ablis! Ablis! Yok! Ablis, ne oldu? Yok! 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 Ne oldu bana? Yok! Ne oldu? Ha? Ablis! Yok! Ablis! Yok! Ablis! Yok! 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 Ablis! Yok! Ablis! Ablis ne oldu? Ablis! Yok! Makara! Makara! Ablis makara! Ablis! Ablis! Ne oldu adaş? Reyhan! 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 Audio Jungle. Küldü dünya, küldü gök asman. Gel bağrımga ey güzel canan. Sevgi gülü yaşaydı ebed. Yürekteki cennette aman. Küldü dünya, küldü gök asman. Gel bağrımga ey güzel canan. Sevgi gülü yaşaydı ebed. Yürekteki cennette aman. Sevgi gülü yaşaydı ebed. Yürekteki cennette aman.
sersan Uman bastan yollarda yürüdüm Karvan bulup sergendan sersan Sayra kakuk sayra boz durgay Sayra seher şıkda bulbul Sayra kakuk sayra boz durgay Sayra seher şıkda bulbul Kel bağrımda süyümlü canım Mena söygüm deste deste gül Kel bağrımga süyümlü canım Mena söygüm deste deste gül Mena söygüm deste deste gül Mena söygüm deste deste gül